Assalomu alaykum, qadrli Insta olamidagi muxlislarimiz. Har doim mendan so'rashadi. Tok-shoularda qaynoq hayotdasiz, charchamaysizmi? Nega ham charchayman endi? Sevgim, men ham sevgimni gapiradigan bo'lsam, Greenleafga sevgim boshqacha. Muhabbatim boshqacha. Erta tongdan krill o'yilimni ichib olaman. Men ertaga olib kelaman shu narsani ko'rsataman sizlarga. Erta tongdan birinchi bo'lib krill o'yilimni ichib olaman va albatta undan keyin esa ichadigan narsam ikkinchisi nima edi? Qasammi? Yo'q. Nima ichamiz? Birinchi krill o'yilimni ichaman, undan keyin esa butilka ichida nima edi oti? Kollagen. Komolaxon. Kollagenimni ichib olaman va albatta kun davomida yana bir nechta chiroyli narsalarni mana shu faqat Greenleafda ichamiz, Komolaxon. Demak, Greenleaf zo'r. Charchamaymiz.